Assalomu alaykum. Andijon kabutarlari klubi muxlislari, obunachilari. Mana Bog'shamol bozorimizga ham, shu bozorimizga ham kanareykalar ham chiqyapti ekan. Sayrayapti. Olib kelgandan beri tinmasdan sayrayapti, janim oldi. Hop, kabutarlarni obzorlarini boshlab olamiz. Bugun bozorga chiroyli, go'zal kaptarlar chiqibdi. Mana kaptarlar. Chiroyli kaptarlarni olaveramiz. Chiroyli kaptar ekan bular. Ana bozorimizni kletkalarni ko'paytirib qo'ydik, sekin chiqarasizlar. Mana. Kletkalar bor. Yana davom etamiz. Kletkalar. Mana bugun Ikror aka kaptari go'zallarini ham chiqibdi. Alohida ushlab ham ko'rsatdik. TikTokga ham, Instagramga ham qo'yamiz. Ana mana moda $100 sotilibdi mana mashinada. Bobur aka degan akamiz olibdi. $100. Ichi serparroq ekan. Chiroyli moda ekan. Mana ko'htim shular o'tgan safar ham chiqdi. Chiroyli katta. Mashinlar ham chiroyli ekan mana. Ikror aka, bu nomer anaqa pullarni ayting endi buni. Negativchilarni bir yondiraylik. Mana $700 jinday kamida mana. Ha. Mana shu go'zali, menga yoqqan, go'zal. Mana. Katta. Bo'l. Canavar. Nozi uchirdigan mali. Ha? Ertaga kelib. Voy. Vatondan ushlab tushdi. Tushib ketib qoldimi? O'zim qo'yuvdi, tushdi. Qanot 40 bo'lsa ham $700 ekan. Mana ular nechi pul? $400 ular. Mana bu nechi? 300 deganingiz mashimi? Mana 400. Ha, mo 300 mi? Ko'htim shu 400. Mana ham chiroyli nar ekan. Ko'htim shu 400. Ko'htim shu $400. Momodachi? Momoda $500. Momodani sotdik. Bu sotildi $100 ga. Mana narchi? $400 da $400. Ha. Mana shu tumshulari ham qalin ekan, ha? Aloqa chiqish oladi. Ha, nomeringizni aytib o'raverasiz o'zingiz. 97lik 044 3900. Ana. Aloqaga chiqinglar. Mana shu kaptarni kallasiga kuzatib qo'yaverasizlar. Sağlar. Oynab chiqadi. Chiroyli kaptarlar. Pastagilar. Endi bu mo serpar ekan, mo hakkalar. Mana chilmoda. Chilmodaga Sardor Bey $50 beryapti. Bermayapti. Go'zal moda ekan. Mana. Chiroyli moda. O'zim ham $50 ga ola olaman. Bersa. Mana. Chiroyli moda ekan. O'sha Ona serpar moda ekanmi? Serpar moda Qodir ediki, necha pul deyapti buni? 5 million dedi. 5 million. Narxi yaxshi ekan. Mashmola ham chiroyli. Bir tova boshqa. Bombalarni? Bir tova boshqa.
Mashinasi serparroq bo'lib chiqibdi mana onisi. 2 oy chiqib. Endi boshladi o'sha. 5-4 kun bo'ldi boshlaganiga, endi chiqarib yuboradi pullarni olgan. O malla nechi bu? Malla 250 dollar. 250 Shunda akamiz 300 dollar deyapti. Mana chiroyli gaplar. Bular kimdan ekan? Bu Ali akamizdan emasmi? Kimdan bu? Sizdanmi? yo'q, haligi akamizniki adovat ekan. Adovat ekan, u o'ta turibdi. Qoralar chiqdi. Bu qoralarni ham chiroyligini olib chiqibdi. Nech bo'lyapti u chilmodasini? Chilmodani 1 million, 1,5 million. Yo'q, bu hozir adashib olib qo'yapman uni bolasi. Chinnilar. Bu akani oldiga ham boramiz, so'raymiz hozir. Olmaylar. Dollar verdimmi? 100 dollar. Ana, 100 dollar. qizil to'q. Bular ham sizdanmi, Qur'on aka? Toshlarni. Qizil to'shlar. Nech pul bular? Bu 300 dollar. Molasi ham içinde moda ham 300 dollar. Mana bu ham 300 dollar. Bu nari bu, ha? Ha, bu nari, bu moda. 300 dollar. Mana bu modasi ekan. Gaussiy qizil toshlar ekan, chiroyli ekan mana shu moda. 600 dollar ekan-da ju. Ha, juda 600 dollar. Ha, moda ham. Moda ham chiroyli. Juvona hali erkaklar tashavoradi, mana qo'yib qoladi, nari boshlar. Ular ham hali shuni qo'ysa katta emas. Güzel. Nech pul berdingiz? 100 dollar verdim modaga. 100 dollar. Modaga 100 dollar beraman. 300 dollar deyapsiz. Bering. 100 dollar. Ozoq bo'ladi. Oz emasmi? Bering. Yo'q, ozoq bo'ladi bo'lsa. Bering, barakasini bersin. Yo'q, qurordim. Bitta gaplar so'rayapti. Yo'q, bo'ldi aka. Modaga 300 dollar deyotgan modaga 100 dollar deb beryapti akamiz. Ozoq bo'ladi Toybek aka. Oz emasmi? Bering. Bering. 50 dollardan 100 dollarga chiqdi sirlar. Ana. Yo'q, bu sira chiqadi. Sotlari, sotlari. Qo'shmadim. Ha, tez yurar poyizdan bemalol o'tadi deb ish aytaymi? Sotlari ham keldi. Tunlardan bittasiga bizdan 1 million beraveramiz. Ana. Ha, Ana. hali anekdot topib olmasam aka, bu kaplar sotayman deb. Ana 100 dollar. Movotlarni o'zi nech pul? Zavodlarni o'zi Mana shunisi. 150 dollar. 150 dollar. Movotlar ham chiroyli ekan. Sizlar qayerdan topamiz? Pastdan bor ekan. Eski guvohlar. Mashinalarda ham kallasi chiroyli ekan. Ana kalla. Nech puldan ekan aka bular? 1 milliondan. Tanlab olishimi? 1 million. 1 milliondan tanlab olish. Tanlab ol. Juvona. Va mashinasi moda chiqadimi, nari chiqadimi mashi? 12 on moda. Modami bular? 12 on moda. Ha, mash moda ham chiroyli moda ekan mana. Mana o ham moda ekan, ha? Ha, 12 on moda. Qizil toshlar nech pul? 800 deyapsiz. 800. Nomingizni aytib qo'ying, telefon qilishadi. 94lik 388 40 57. 388 40 57. 94lik. Ana moda ham chiroyli ekan, mana shu moda ham. Paypalari ham go'zal ekan. Mana bu. Bu to'shma. Juvonalar ekan. Ular kimdan ekan? Polakasidanmi? Nech puldan bular? Ola jup bo'lsa kerak-a? Nech pul ular?
Jupi $600 ekan. Ha? Onu sotilib shekiliga? Ha. Hech puli sotildi bu aka? $150 sotilibdi ana mana shu juvon. O ham tanasimi? Ha. Chiroyli. Bismillah. Bitta ham bor ekan mana. Mana yana oqlar. Başı juvona figura ekanlar ekan. Ona modasik. Kimlar ekan bu? Abdurash akanikimi? Ha, bu. Oyamlar ekan. O katta figurasini qaranglar. Go'zal. Ancha-muncha zotlarni tindirib yuboradi-da, u anjon zotlarchi. Stoykasi bilan, sayrovi bilan, o'zini elementlari bilan boshqa zot kattalardan ajratib turadi, ancha. Tan olish kerak. Ajratib turadi. Shuning uchun bizga yoqmayapti-da boshqa zotlar. Qanaqa zot bo'lishidan qat'iy nazar. Ashtaqa stoykadagi yuruvlari, sayrovlari, kalla tumshuklari boshqa zotda ko'rmayapmiz. Faqat to'g'ri tushiramiz. Yana hamma o'zini tanlov bo'ladi. Oyamlar ekan, Abdurash aka. Nesh pullar deyapsan bular? 2000 deyapman. 2000 lik ekan, puliga yarasha ekan. 2000. 1 million deyapman. Negativ haterlar. Yonib ketmaysizlar ama. Olagancha narx aytadi egasi. Olasa 10.000 deydi. To'g'rimi Abdurash aka? Ularga katta chiqarib olish oson emas. Juvon ana, mana qizillari bilinib turibdi mana, qanotida chekimlari bilinib turibdi. Bu yashar, 3 yashar, 4 yashar bo'lgandan keyin ko'radigan. Mana figura. O'z tur beryapti, rasmga olib oling deb. Rasmga ham olib qo'yapmiz. Abdurash akalar. Qorani go'zali. Mana shu moda menga yoqdi. Kim nima desin, lekin menga mana shu moda yoqdi. Qora moda. Qo'hmaydi ham. Mana yoqqa chichahadi dedi aka. Mana. Ana katta. Go'zal aka. Kalla tumshuqlarni ham olamiz. Yaqindan 4 tumshuq, jiyaylari ham toza ekan lekin katta. Ba'zi birga qoralardi, hali o'shalar urilgani uchun qizarib ketgan. Yo, bularni sarmaganda, mana tumshuq rangi. Serparligi serpar, lekin yoqadi ko'pchilik. Mana. Mana. Go'zal. Abdurahmon aka, bular nech pul? 1,5 ming deyapsiz. Kami bor. 1,5 ming dollar kami bor. Bunaqa gaplar chiqarish oson emas, lekin payparlari. Go'zal ekan.
Nomeringiz necha Abdurahmon aka? 90 259 20 63. Quloq orasida. To'pponcha qizil to'shak. Sherali aka sizdanmi bular? Hayot akadanmi? Moda ekan, bu ikkosi moda ekan. Mana nar ekan, o'tgan bozor obzorini qiluvdik bu qizil toshlar. Serpari. Serpari. Chiroyli ekan. Shular ham kallani qaranglar. Serpariga qiziqadigan akalar. Kimdan ekan bu? Iqbol akaniki? Iqbol akaniki ekan. O, Iqbol aka o ya. Haqiqiy Serpar aka katta. Mana shu kaptalar ham chiroyli ekan. Ular necha pul deyapti ekan? Avarzyon? Ha? Serpar moda ham chiroyli ekan. Mana. Chiroyli ekan, mana Serpar moda. Bu serparlar ko'p chiqibdi. Sotaman deb chiqdi. Chiroyli ekan, mana shu yerda ham chiroyli kaptarlar bor ekan. Mana moda ham chiroyli ekan, mana shu moda. Bular kimdan ekan? Sizdanmi? Necha pul bular? Narlar $500 deyapti. Narlar $500'dan. Modalar 3 million. İşte Modalar 3 million. işte moda 3 tane. O ikkosi moda ekan, mana shu o'rtadagi. Modalar ha. Yirik ekan moda ham ancha. Nomeringizni aytib o'ravering aka. 97 572 76 76. Ha. Telefon qila olasizlar aka. Andijon kabutarlari klubi. Chiqadi aka. Bu 1,6 million berilmayotgan jupmasha chiqdimi? Barakasini bersin. Nari chiroyli ekanda. Ha, bu nar chiroyli ekanda. Bunaqa tumshug'li kaptar kamda. Kalla tumshuq chiroyli ekanda bu kaptar. Mana yaqin formatdan olib olamiz. 1,7 million berilmayapti ekan kaptar. Jup. Nomeringizni aytib o'ravering aka. Necha pul deyapsiz bular? $300 kam bor deyapti. $100 jinda kami bor ekan. 93lik. 415 88 66. 415 88 66. Floraslar, mana shu kaptarlar pari ham toza ekan mana. Va tovlanganda ham zangior tovlanar ekan. Siyoh rang zangior. Kaptar parlar. Barakasini bersin. Yo'q, anchadan beri bor. U 6 yil, 7 yil o'lyapti. Yo'q, u emas u. Avaz akadan bu sochlar. Yana chiqibdi-yu, ha? Bozor rahbar bo'lib qoldi. Kaptalar, Avaz aka. Oxlar ham sizdanmi? Voy aka, nimsiz charchamasdan salomatchilik. Bu oxlar ham sizdan, ha?
ukaxoningiz kasal bo'lib qoluvdi, tiril-tirib olib chiqdingda bozorga. Men yengamabdi. Uyda yotaverib. Katta chiroyli ekan mashinalar. Nech pul bular? 1,5 million. 1,5 million dana. Aha. Bu aka, mana Avaz aka, qarang. Chiroyli kaptallar ekan. Ha, hakkalar ham chiqibdimi? Chiroyli kaptallar ekan. Hakkalar 1 million narx aytyapti ekan. Egasi bu yerda emas, egasi bozor aylanib yuribdi. Mana. Endi Bog'ishamol bozoriga kelsanglar, o'zini kaptal realni ko'rib, ushab, hamma yo'g'ini tekshirib olaverasizlar. Endi videoda aytilaveradi narxlar. Oqlar, bu oqlar ham chiroyli ekan. Mana shu moda ham chiroyli ekan mana. Bugun bozorga bari terilgan, saralangan chiroyli kaptallar chiqibdi. Tan olishimiz kerak. Oqlarsizdanmi aka? Ha, mendan. Bu nech pul bu jup? Jupti $500. 500 dollar. Modani o'zi nech pul? Modani o'zi 250 dan. 250 dan. Nomeringizni aytavering aka. Mana u ham borda juvon. Ha, bo'ldi, juvon. ham bor. Ha, ko'kdim shu chiroyli ekan bu ham. Buni $100 deyapti. 100 dollar kami bor ekan, ha? 90lik. Aytavering. 543 Aha. 0707. 543 0707. 90lik ekan. 90lik. Tamam. Barakasini bersin. Bo'ladi biz. Kletkalar ham qilindi, akkuratli, chiroyli, birovga ozor bermaydigan, hammaga birdek yoqadigan kletkalar qilindi. Salqin. Bozorga kelaverasiz.